18-sentyabr 2025-yilda soat 8 da kechqurun Mening yurtim kanalida Qirmizi xonadon yoxud Qalbim o'g'risi serialining 156-seriyasi chiqadi. Bu epizod millionlab qalblarni zabt etgan hikoyani davom ettirib, kuchli his-tuyg'ular portlashini va'da qiladi. Syujet oilaviy sirlar, xiyonatlar va qalb o'girlaydigan sevgi atrofida aylanadi. Qizil xonadondagi intrigalar avjiga chiqadi. Qahramonlar romantikasi chuqur ta'sir qiladi. Ssenaristlar drama va umid o'rtasida ustalik bilan muvozanat saqlaydi. Aktyorlar oyini ajoyib. Har bir personaj tirik va ishonarli, xarizmatik qahramonlardan fitnakorlargacha. Dialoglar o'zbek chorvasidek o'tkir, qizil aksentli vizual esa muhit yaratadi. Serial o'yin kulgidan tashqari oila, sadoqat va sevgi o'g'rigi haqida o'ylatadi. 155-seriya ko'p savollar qoldirdi. Qalbi o'girlangan qahramon bilan nima bo'ladi? Rivojlanishni intizorlik bilan kutaman. Qirmizi xonadon an'ana va zamonaviylik uyg'unligidagi durdona. Ko'rmagan bo'lsangiz, boshlang, bu seriya unutilmas bo'ladi. Premyerani o'tkazib yubormang.